Assalomu alaykum aziz obuna akalar. Hozirgi kunda oshqozon, 12 barmoq ichak yaralari, oshqozon og'riqlari, hazm qiyin holatlar bo'yicha ko'p bemorlarimiz telefon qilyapti, murojaat qilyapti, kommentariy yozyapti. Misol, uy sharoitida, ya'ni uyda bo'lsa, biron yo'lini qilasiz. Uyda ham o'sha kerakli yo'lini aytaman. Ko'proq musofirdasizda, deylik, o'sha musofirda bo'lgan vaqtingizda bir holat bo'ladi. Demak, oshqozoningiz og'rib qolsa, birinchi uni nimadan og'ridi, nima yedim? O'shani bir eslab ko'rish kerak. Nima xatolardan keyin bo'lyapti? Qalampirdan keyinmi? Sho'rdan keyinmi? Uksusdan keyinmi? Ya'ni sirkadan keyinmi? Ximiyaviy sirka ko'plar piyozlarga sepib yeyishadi. Nimadanligini avval e'tibor qilib bilish kerak. Va bundan o'sha yomon xarakterlardan, o'sha yeguliklardan yiroq bo'lish kerak. Demak, nimadanligini angladingiz. O'shandan ma'lum vaqt ovqatlanishda o'sha mahsulotlarni olib tashlash kerak. Ya'ni tanovul qilmaslik kerak. Hazmi yengil, suyuq, yengil ovqatlarni yeyish kerak. O'tda ham og'riq bo'lib qoladimi, 12 barmoq ichakdami yoki oshqozondami, yara bo'ladimi, qizarish bo'ladimi yoki rus tilida aytganda otravleniya bo'lasizmi? Ma'lum vaqt shulardan yiroq bo'lish kerak. Keyin dorixonada облепиховый masla bor, ya'ni chakanda yog'i bor. Chakanda yog'idan kuniga 3 mahal, 2 soat oldin ovqatdan bir osh qoshiqdan 3 mahal ichiladi, bir 10 kun ichiladi. Bir hafta 10 kun, 2-3 kun, 4 kun ichida menimcha ancha natija bilinib qoladi. Keyin o'sha dorixonaga borasiz yoki ma'lum vaqt o'simliklarni karobga qadoqlangan dorixonalarda ko'proq sotishadi. Shu yerlarga borib podorojnik deydi, zubturum. O'sha zubturumni choy o'rnida damlab ichasiz. Qayerga ishga borasizmi yoki biron joyga xizmat ishi bilan yurasizmi? O'shandan damlanishi o'zida yozilgan. Agar yozilmagan bo'lsa, bir osh qoshiqini 1 litrga damlab yoki yarim litrga, tabiiysiga qarab, iste'mol holatingizga qarab, choy o'rnida damlab ichib yurasiz. Kun davomida ovqatlanganingiz faqat suvlik, dimlamalik ovqat bo'ladi. Hazmi og'ir, mana bu grichka, shiluvchi mahsulotlardan umuman olib tashlaysiz. Shirinlik umuman olasiz. Shirinlik yeyishingiz mumkin, agar anor topsangiz, anor suvi yoki sabzi suvi poliz ekandan. Boshqa shirinliklar bo'lmaydi. Va yana asal, ozgina asal bo'ladi. Ko'p holatda shirinliklar hazm bilan holat kasallangan bemorlarga ko'p bo'lmaydi. Bu ikkinchi usul hozirgi aytilgan. Va shu tarzda holatda bir hafta 10 kun davomida ichib yurilsa, ancha yaxshi natija bo'ladi. Keyingi yana qo'shimcha zubturumdan boshqa damlanadigan giyohlardan biri bu makka popugi, ya'ni kukuruzniy rilsa deyiladi. Ana shundan choy o'rnida damlab ichish kerak. Shuni bir hafta 10 kun davomida ichib yurilsa, bir oygacha baribir foydalanish kerak. Yana shu davomida, agar shu ichishlar davomida og'riq bo'lsa, noshba tabletka bor. Shundan bir donadan 2 marta yoki 1 marta ichib qo'ysangiz yetarli. Ana shuni 10 kun, 15 kun, 1 oy davomida takrorlasangiz, agar yara bo'lsa bitadi, oshqozoningizni buzib qo'ygan bo'lsangiz, qizarish bo'lsa 12 barmoq ichak oshqozonlarda, ana shu ham ancha o'zini joyiga keladi.